Yurtimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, ichki bozorda narxlar barqarorligini saqlash va aholiga sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini uzluksiz yetkazib berish borasida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda kartoshkachilik tarmog'i alohida ahamiyat kasb etadi. Toshkent viloyati Piskent tumani dalalarida bu yil ham mo'l hosil yetishtirilgan hamda uni yig'ib olish ishlari davom etmoqda. Kartoshkachilikni rivojlantirish, zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish hamda xalqaro tajribani amaliyotga tatbiq etish yo'nalishida Piskent tumanida ham samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kartoshkachilikni rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarori doirasida tuman prokuraturasi tomonidan belgilangan vazifalar ijrosi tizimli nazoratga olingan. Jumladan, joriy yil hosili uchun hududdagi jami 650 gektar maydonda kartoshka yetishtirish rejalashtirilgan. Shundan 520 gektar hosildor yer fermer xo'jaliklari, 130 gektar esa dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari hissasiga to'g'ri keladi. 2026-yil asosiy maydonga 650 gektar kartoshka ekish rejalashtirilgan. Shundan 150 gektar dehqon xo'jaliklarida, 450 gektar fermer xo'jaliklarida. Mana shu tumanimizga 1000 tonna o'g'irlik kartoshka bahorda olib kelindi. Bugungi kunga qadar rejaning asosiy qismi amalda bajarildi. Xususan, 80 ta fermer xo'jaligi tomonidan 440 gektar, 221 ta dehqon xo'jaligi va tomorqa yer egalari tomonidan esa 130 gektar maydonga kartoshka ekilishi ta'minlandi. Tumanning G'ayrat mahalla fuqarolari yig'ini hududida yetishtirilayotgan kartoshka bugun hosilga kirdi. O'tgan yil hosilga qaraganda bu yil kartoshkaning yili bo'ldi desak bo'ladi. Mana shu aholi tomorqalarida ham, fermer xo'jaliklarimizda ham, emchilarimizda ham kartoshka hosili yaxshi bo'ldi. Kartoshkamiz pishib yetildi. Hektariga 30-35 tonnadan kartoshka hosili olinmoqda. Aholiga ham sotyapmiz, qolgan qismini xalatininga zaxiraga qo'yib qo'yamiz. Hosilimiz yaxshi. 700 tonna kartoshkani mana zaxiraga o'rlikdan xalinga qo'yib qo'yganmiz. Uni ham mana fermer xo'jaligiga tarqatib, kechki kartoshkani ham ekishga yerlarni tayyorlaymiz. Mana 20-dan 1-avgustgacha uni ham ekib ishlarni yakunlaymiz. Aytish mumkinki, jarayonda xalqaro tajribadan samarali foydalanish ham muhim natijalar bermoqda. Xususan, Rossiya Federatsiyasining kartoshkachilikka ixtisoslashgan Krasniy Mayak korxonasi tajribasi asosida tumandagi 45 gektar maydonga galanavli kartoshka ekilib, zamonaviy agrotexnologiyalar asosida parvarish qilinmoqda. Hududda amalga oshirilayotgan bunday tashabbuslar nafaqat hosildorlikni oshirish, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'lida samarali yechim desak mubolag'a bo'lmaydi.